Salam qeyrindaşlar, yaxşımısızlar? Ben bugün yani bir qancha qeyrindaşlarım için guvohlik belgeli çıktım. Qo'limdagi bu resim Nurzat Sattar. Nurzat Sattar mening tog'am Sattar Davudninki o'g'li bo'ldi, kichik o'g'li. U 1978 yili 1-oyning 17-kuni G'uljida tug'ilgan. Hozir turayotgan joyi Aydın ko'cha 2-xon 10-nomerli qora. 2018 yılı 3-ayının 17-günü Xitay dairələri tərəfindən köpçülüklə namaz oxudu degan bana bilan tutub ketilib, hazır 10 yıl 2 ay kesib etgan. Mən Xitay dairələrdən qeyrindaşım Nurzat Sattarni tezdən şərtsiz qo'yib berishni talab qilaman. İkincisi, kolumdakisi Daniyar Abdug'ani. Bu Daniyar Abdug'ani tağam Sattar Davud'ninki nevrisi oldu. O 1995 yılı 9 ayının 14 günü tug'ilgan. G'uljida shahar Xinhua G'arbiy yo'li 37 nomer 15 bina 2 eshik 1 qavat o'ng tarafdagi eshikda. 2017 yılı 6 ayının 7 günü Türkiye'den vatanga qaytishida Aydırımda tutqungan. 3 yılgacha onun hech qanday deragi bo'lmagan. 3 yildan keyin onun Kuytingdagi jazo lagerida ekanligi aniqlangan. Yaqinda uni 25 yil kesib etgan. Men Xitoy doiralarini gunohsiz qeyrindoshim Daniyar Abdug'anini tezden şartsiz qo'yib berishni talab qilaman. Qo'limdagi bu resim Sayyara Necat. Bu mening bir yaqinimninki tuqqan ekan. Buni burun tizimlatgan hamda namoyishlarni ochgan, ammo meni bir guvohlik berish taklif qildi, shuning uchun qayta guvohlik beryapman. Sayyara Necat 1990 yılı 7 ayının 26 günü G'uljida tug'ilgan. G'uljida shahar turishlik o'rni Ahmadjon yo'li 1-xon 25 nomerli qorada. O boshlang'ich va o'rta maktabni a'lo natijada bitirib, atalmish Xinjiang Meditsina universitetiniki doktorlik kasbida o'qigan ve maktabni a'lo natijada bitirgandan keyin Urumchidagi 2 doktorxonaga xizmatga chiqqan. 2017 yılı 5 ayının 23 günü Urumchidagi uydan Xitoy doiralari tutib ketgan. Hozirgacha bu qizning hech qanday izlari yo'q. Men Xitoy doiralarininki Sayyara Nejatninki hayot mamoti haqida oilasiga tezdan uchur berishini, agar lagerga yetayotgan bo'lsa, shartsiz tezdan qo'yib berishni talab qilaman. Hürmetli qeyrindaşlarım, ben bayan guvohlik bergan birisi nevir inim, yani birisi nevir inimninki o'g'li. Endi ularning dadisi mening tog'am bo'ladi. Sattar Davud desa, dаңlıq musikan hem naqshchi. G'uljidaliklarning hammasi asosiyatdan taniydi. Shu bolasiniki nevirisining 25 yil, o'g'lining 10 yillik kesilganini anglab, yuragi ko'taramay, tuyuqsiz vafot bo'lib ketibdi. Ben onu anlagandın keyin hemen sürüştürüş arqılıq bolalarni ahvaldan muşinchik uqdim. Yana davamlı tirishib başqa qeyrindaşlarımningmi izlerigini qilishga tirishiman. Rahmat qeyrindaşlarım. Yana bir qitimqi programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.